Anchadan beri ko'chma radarlarni olmay qolgan, multiradarlarni umuman deteksiya bermay qoldi dedi. Faqat statsionar radarlarni aytyapti dedi. Uni bitta multiradar emas, mana bu lochin. Bu yerda o'rnatilgan, hozir mana test qilib ko'rmoqchi bo'lyapmiz. Shu aynan erdi golovkasini deteksiya bermayapti. Online'dan Xscope 88 Wi-Fi radar detektorimiz. Bu juda ham og'ir holatda kelgan. Xullas, statsionar radarlarni baza bo'yicha aytadi, ko'chma radarlarda, multi radarlarda yoki shu stalvada o'rnatilgan lochinlarda deteksiya bermadi haqqoniy. Buni ishlab yurgan holatda ko'p tushib, zarba yeyish oqibatida erdi golovka shikastlangan. Uni ichida erdi model bor. Uni tekshirib ko'rdik, kuygan ekan. Uni hozir real holatda trassada test qilib ko'ramiz, ustaxonadan tashqari. Hozir bitta gayka qo'yilgan holda. İki kaskadli transistor kuygan ekan, mana bu ikkovi. Karotka bo'lib qolgan. O'zi bularda alyumin radiator qo'yishiga sabab juda ham qizib ishlaydi. Joyi kelsa 42-52 darajada ham qizib ishlashga majbur bo'lib qoladi issiqda. Shu payt bular shatka holatiga kelib qoladi, qizib yoki shu radar detektori yaxshi osilmagan bo'lsa tushib ketib shikastlanishi mumkin, yoki qimirlab ketib birikta detallar tegib ketishi mumkin. Shuning uchun radarda iloji boricha mustahkam o'rnatishga harakat qilingizlar. Hozir buni mana erdi golovkani bitta gayka qotirgan holatda real trassada test qilib ko'ramiz. Aynan lochinda. Ketdik bo'lmasa. Radar detektorimizning mijoz aytishicha, anchadan beri ko'chma radarlarni olmay qolgan, multi radarlarni umuman deteksiya bermay qoldi dedi. Faqat statsionar radarlarni aytyapti dedi. Uni bitta multi radar emas, mana bu lochin. Bu yerda o'rnatilgan, hozir mana test qilib ko'rmoqchi bo'lyapmiz. Shu aynan erdi golovkasini deteksiya bermayapti. Endi bunda aynan buni ko'cha rejimida qilishga to'g'ri keldi. Bularda erdi golovkasi ichida model bor. Modelida buni ishxonada tekshirganimda karotkasi bor ekan. O'zini to'g'rilashga urinib ko'rdim, juda ham masofa yaqin. Mana shu holatda bo'lsa ham erdi golovkasini zamina qilib, mana hozir test qilib ko'rsataman. Mana shu radar detektorlarimiz erdi golovkasi ichidagi model kuyishiga sabab, uni osilib turgan holatda mashinadan ko'p tushib ketib sakraydi-da. Ular mana shu qizib turgan payti, mana erdi golovkalar ishlayotgan yurgan payti radar qimirlash oqibatida yoki yerga yaxshi zarba olish oqibatida ishlamay qoladi. Endi buni hozir erdi golovkani hozir ichib olamiz. O'zinikini model deyiladi. Bunga yangi model qo'yamiz. Model berdik. Bundan bir. Mana hozir bitta model qo'yamiz boshqa. Buni endi test qilib ko'ramiz. Voy. Ya oluşup gitti. Lochin deb deteksiya bersa, mana bizniki. Kabel ishlamadi.
Oching. Voy. Demay qolyapti. Ha, uzr, kiyilmabdi, yaxshi. Bizda xatoyimiz mana. Sputnik emaydimi? Oching. Lochinga deteksiya beryapti. E'tibor berganingiz uchun. Degani, endi ko'chmaradar, multiradarda ham oladi degani. Shu Erdo'g'anovkani ichidagi mana shu modeli kuygan. Ikki kaskadli tranzistor kuygan ekan, korotka bor edi. Baribir buni realni test qilmoqchi bo'ldim. Realni test qilib, mana shu Erdo'g'anovkani ichidagi modeli kuyganligini real holatda sizlarga ko'rsatib berdim. Agar so'z omonlikda kamchiliklar bo'lgan bo'lsa, oldindan uzr.